Bolalaringlarni Rossiyaga yubormanglar. Postavka qilib qamoqqa tiqadi va u yerdan urushga olib ketadi desak, bizning gapimizga ko'pchilik ishonmayapti. Bu haqiqat. Biz birorta narsani shunchaki aytmayapmiz. Mana isbot. Qulsan Rossiyaga keldingiz, qulsan, qullik uchun kelgansan deb millatingni ahamiyati yo'q deb majburlab urib ketyapti. Urib tishini to'kib beradi. Qo'llarimda, badanlarimda chandiq bor. Har kuni urib tepilayotibdi. Ulgurgan bola, demak, surxondaryolik yigit ekan. Arzimagan bahona bilan pastsafa qilib buni qamashgan, urib tepkilar, sanlar qulsanlar, qullik uchun kelgansan deb Rossiya uchun Ukrainaga urushga olib ketdi. Bu narsalar faqat tarmoqqa chiqib qolgan bittasi xolos. Biz bilmaymiz, yuzlab, minglab bizni vatandoshlarimizni mana shunaqa qilib qo'rqitib Rossiyada urushga olib ketayotgan bo'lishi mumkin. Buni o'tganda ham aytgandik. Narkotik bilan qamash bu dastavka xizmati, Yandexga o'xshagan dastavka xizmatidan bir manzildan ikkinchi manzilga berib yuboryapti. Kuryerskiy mana shuni olib borib berdi. Olib boryapti, yo'lda militsiyalar ushlayapti, qarasa narkotik chiqib kelyapti. Bu podstavka qilishyapti o'zlari. Atayin ravishda maqsad Rossiyani qamog'iga tiqish, urushga olib borish. Ko'zni ochadigan vaqt keldi o'rtoqlar. Hurmatli ota-onalar, farzandingizni Rossiyaga yubormang. To'xtating. Rossiya bugun qonuniy davlat emas. Rossiyada bugun millatchilik kayfiyati. Rossiyada qonunsizlik hukm suryapti. Agar ish topilmas boshqa joylarga boring, ozgina til o'rganing, sizni qadringizga yetadigan joyga boring. Mana Germaniyada yo'l ochilyapti ekan. O'zimizda Janubiy Koreyada, boshqada ozgina faqat bunga mehnat qilish kerak. Ozgina til o'rganish kerak. Ozgina kallani ishlatish kerak. Urushga borib o'lasiz, kelasiz, yo'q bo'lib ketasiz shu yerda. Shu sizni orzungiz, shu sizni maqsadlaringizmi nima? Rossiya kuchli davlat, bizni kerak bo'lsa ilmasligi mumkin ba'zi bir gaplar. Qulsanlar degan gap bekorga emas. Ommaviy ravishda tarqayapti shu jamiyatda. Go'yoki bu qul deb o'ylab hisoblaganlar, ular uchun jang qilib berish kerak borib. Ukrainada g'alaba olib kelib berish kerak. Juda zo'r ekan bu. Qachonki millatchilik yo'qolsa, qachonki Rossiyada ham qonunlar ishlashni boshlasa, ana o'shanda borish mumkin. Hozir Rossiya endi variant emas. Ota-onalar hushyor bo'linglar. Farzandinglarni o'yliga qaytib kelsa, keyin attang qilib o'tirmanglar. Sog' bo'linglar. Bolalaringlarni Rossiyaga yubormanglar. Postavka qilib qamoqqa tiqadi va u yerdan urushga olib ketadi desak, bizning gapimizga ko'pchilik ishonmayapti. Bu haqiqat. Biz birorta narsani shunchaki aytmayapmiz. Mana isbot. Qulsan Rossiyaga keldingiz, qulsan, qullik uchun kelgansan deb millatingni ahamiyati yo'q deb majburlab urib ketyapti. Urib tishini to'kib beradi. Qo'llarimda, badanlarimda chandiq bor. Har kuni urib tepilayotibdi. Ulgurgan bola, demak, surxondaryolik yigit ekan. Arzimagan bahona bilan pastsafa qilib buni qamashgan, urib tepkilar, sanlar qulsanlar, qullik uchun kelgansan deb Rossiya uchun Ukrainaga urushga olib ketdi. Bu narsalar faqat tarmoqqa chiqib qolgan bittasi xolos. Biz bilmaymiz, yuzlab, minglab bizni vatandoshlarimizni mana shunaqa qilib qo'rqitib Rossiyada urushga olib ketayotgan bo'lishi mumkin. Buni o'tganda ham aytgandik. Narkotik bilan qamash bu dastavka xizmati, Yandexga o'xshagan dastavka xizmatidan bir manzildan ikkinchi manzilga berib yuboryapti. Kuryerskiy mana shuni olib borib berdi. Olib boryapti, yo'lda militsiyalar ushlayapti, qarasa narkotik chiqib kelyapti. Bu podstavka qilishyapti o'zlari. Atayin ravishda maqsad Rossiyani qamog'iga tiqish, urushga olib borish. Ko'zni ochadigan vaqt keldi o'rtoqlar. Hurmatli ota-onalar, farzandingizni Rossiyaga yubormang. To'xtating. Rossiya bugun qonuniy davlat emas. Rossiyada bugun millatchilik kayfiyati. Rossiyada qonunsizlik hukm suryapti. Agar ish topilmas boshqa joylarga boring, ozgina til o'rganing, sizni qadringizga yetadigan joyga boring. Mana Germaniyada yo'l ochilyapti ekan. O'zimizda Janubiy Koreyada, boshqada ozgina faqat bunga mehnat qilish kerak. Ozgina til o'rganish kerak. Ozgina kallani ishlatish kerak. Urushga borib o'lasiz, kelasiz, yo'q bo'lib ketasiz shu yerda. Shu sizni orzungiz, shu sizni maqsadlaringizmi nima? Rossiya kuchli davlat, bizni kerak bo'lsa ilmasligi mumkin ba'zi bir gaplar. Qulsanlar degan gap bekorga emas. Ommaviy ravishda tarqayapti shu jamiyatda. Go'yoki bu qul deb o'ylab hisoblaganlar, ular uchun jang qilib berish kerak borib. Ukrainada g'alaba olib kelib berish kerak. Juda zo'r ekan bu. Qachonki millatchilik yo'qolsa, qachonki Rossiyada ham qonunlar ishlashni boshlasa, ana o'shanda borish mumkin. Hozir Rossiya endi variant emas. Ota-onalar hushyor bo'linglar. Farzandinglarni o'yliga qaytib kelsa, keyin attang qilib o'tirmanglar. Sog' bo'linglar.